sonlarni bir aka. Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari. 28-avgust. Biz bosgan Yakati Jumol bozorida akalar syomkamiz boshladik. Sotilgan variant akalar 23 million 500 ming so'mga baraka bo'lib suti bor akalar. 7 ta 8 ta sutga 3 ta tuqqan ekan. 23 million 500 ming so'mga baraka bo'ldi akalarimiz so'rayapti mana. Dikon akamiz sog'ib ichgan oldi 23 million 500 ming so'm bo'ldi akalar. Olganga sotganga baraka. Aka nechi pul oldi? Baraka bo'ldimi? Anvar baraka bo'ldimi? Nechi pul? 27 millionga birinchi tumsa bolasi nov olsa ekan akalar, baraka bo'pti. 27 millionga baraka bo'pti akalar, bolasi nov olsa ekan. Bolasini hop qo'ydim. Birinchi bolasi ekan. Birinchi tumsa xonajin ekan, 27 millionga baraka bo'pti. Olganga sotganga baraka bersa akalar. Bo'g'az kimdan ekan? Bo'g'az bilan bor ekan. Bilmaymiz endi barakasini egasi yo'q ekan, ma'lumotini bera oladi akalar. Navbatdagi sigirimiz ikkinchi bolasi. Bolasi xunajin ekan, shved chiroyli ekan. 5-4 kunlik bo'libdi jonivor. Molimiz ostilari sifatiga gap yo'q ekan jonivor. Yoshidan so'raganlar akalar. Molimizni korobkalari butun ekan, suyagi butun ekan akalar. To'ralar yerimi 4 joyda. Hamma o joyda ekan akalar. Hozir svachkasi bilan turibdi. Aka nechta suti bor? O aka. Suti nechta? 5 kunlik. Bolasi tagida yuribdi. Nomiga qo'l tekkizilyapti. Ikkinchi bolasi. Ha, birinchisimi? Yeb ichishdan jon sog'a, yuvoshligi yuvosyapti akalar, tagida yuribdi ekan. Narxi nech pul deyapmiz aka? 37 million kabi 33 savdo qilyapti. 33 million qilyapti. 33,5. Nomer beraveramizmi? Nechili? Akalar, molni sifatiga gap yo'q, yosh ekan. Bitta oilani ro'zg'origa zakonni yetaveradi. Xudo xolasa, maza qilib sog'ib ichadigan, kelajagiga boradigan akalar. Bolasi ham hani hunamas ekan, sifati zo'r ekan, xunaji shvedcha ekan. Oyoq qo'li yo'g'onidan. 5 kilo, 93 lik. 711 0396 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Olganga sotganga baraka bersin. Bozoringiz yersa aka. Navbatdagi ona-bolamiz bor ekan akalar. Qashqasi boridan. Aka nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Suti nechta? Suti nechta? 8 taga olaveradi. 8 litr sutga ikkinchi bolasi xunajindan ovoz. Bolasini ovoz ekan akalar. Ostilari hamma joyda ekan. To'ralar 4 joyda korobkalari butun ekan akalar. Sifatiga gap yo'q molimizni. Har tomonlama tushiradigan variantda. Bola ham pachka ekan jonivor. Ana hunamas ekan, bolani ovozchi. Qop qora ekan jonivor. Bolasini ham sifati zo'r ekan. Narxi nech pul deyapmiz aka? 48 kami bor. 48 million kami bor. Sodasi aka 42 million 300 gacha. 42 million 300 ming so'mgacha savdo qildi akalar. Bolamiz sifatiga gap yo'q. Bo'g'az qisilligi nima? Yangi qo'yilgan. Akalar, yangi bukodan chiqib xudo xolasa ushab qolgan bo'lsa bo'g'az, bo'lmasa yana bir qo'yib Sinaqtasini qilib beraveradi. bir hafta sinovini qilib dastlabkilarni qilib beraverasizlar aka. Molimiz sifati zo'r akalar. Nomer beramizmi? 99 99 de. 517 517 1592. 1592. Aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, puliga qarab qilib beraverasiz. Katta, kichik, bolasining ovoz xunaji, xudo xolasa har tomonlama qilib berilaveradi. Sinov mana bir hafta. Akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Navbatdagi sigirimiz bor ekan akalar. Birinchi bolasi ekan. Birinchi bolasimi aka? Birinchi bolasi. Bolasi xunaji. Bola xunaji. Onasi bo'g'az kisir. Qanchalik? 15 kun. Ha, yangi qo'yildi. Yangi buqadan chiqdi akalar, birinchi bolasi ekan. Bolasini ham sifati zo'r ekan akalar. Sigir qilaman deganga dikondan so'rang. Choringiz bosgan. To'ralar yerimi 4 joyda sifati zo'ridan. Ko'tvosh tekkisida akalar, dikonidan so'raganlarga. Molimiz sifatiga gap yo'q akalar. Korobkalar hamma yo'q joyda ekan jonivor. Nechta suti bor aka? 10 litr sutga. Yeb ichishdan jonsa qaydiki mol? To'rayapti mol ekan akalar, dikonchi ekan akalarimiz. Molimiz yosh ekan, kelajagi bor ekan akalar. Sigir qilaman deganga yaxshi variant. Nech pul narx aka? 40 million so'm narx aytyapti. Savdasi-chi?
36 milyon so'm savdo qildi akalar. 40 million narx aytishyapti. Sigir qilaman degan odam 1-2 millionga qaramay olsa maza qiladi akalar. Kelajagi bor, xudo xolasa. Nomer beramizmi? Nechili? 94lik. 826 10 1080. Aloqaga chiqib tutamlarni qaranglar akalar. Maza qilib o'tirib saqadigan ekan. Paqirni qo'yib olib, istolni qo'yib olib. Molni zo'r akalar. Sifatiga gap yo'q. Bozoringiz bersa aka. Akalar 4-bolasi xunajini. Yeb ichishdan joni sog'mi aka? Yuvoshmi? Nechta suti bor? 6 litr sutga. Yeb ichishdan joni sog' deyapti, yuvosh deyapti akalar. Ostilari ham yo'q joyda. Bolasi ham akalar sifatli ekan jonivor. Sutga to'ygan variant. Narxi nech pul deyapmiz aka? 32 million chakam bu. Savdasi 31 ga bo'ldi. 31 million savdo qildi, berilmadi. 32 million narx aytyapsizlar. Hech qancha qolmabdi masop oraylarda. Necha nomer beramiz aka? O'zingiz yoshlar saqib ichadigan dikoniga. 93lik. 93lik. 750. 750. 1737 ga aloqaga chiqarasiz akalar, dikonchilik sigirimiz. Aka bozoringizni bersin. Xo'p. Yaxshi variant obunachilar. Chiroyli ekan jonivor. Akalar navbatdagi suti bor variantimiz. Suti bor. 3-chi bolasimi, 2-chi bolasimi? 4-chi bolasi. 15 millionga baraka bo'pti akalar. Ha, 15,5 millionga baraka bo'pti akalar. Saqib ichadigan akalarga yaxshi variant. Dikon akamiz sotibdi 15,5 millionga akalar. Suti bor, qisqa sariq. Oldi gap yo'q. Qachon kichkina bo'lagan akalar. Akalar bo'g'ozimiz baraka bo'pti, baraka bo'lgan joy 5,5 oylik bo'g'oz ekan. 4 litr, 5 litr sutga ekan akalar. 24 million so'mga baraka bo'pti akalar. 5,5 oylik bo'g'oz 4 litr, 5 litr suti bor. So'mga baraka bo'pti akalar. Molimiz 8 kilo ekan, 3-bolasi bor ekan. Olganga sotganga baraka bersin akalar. Kanalga obuna bo'lib, parchasi bo'lishni unutmanglar. Akalarimiz, mollarimiz baraka bo'pti. Baraka bo'ldimi aka? Hech pul. 38 millionga shvetimiz baraka bo'pti akalar. Nechinchi bolasi? Ha, bas bu birinchisimi? Birinchisi 3 oylik bo'g'oz ekan akalar, bolasi xunajin ekan. 38 millionga baraka bo'pti akalar. Molimiz birinchi bor, sifatiga gap yo'q jonivor. Yoshidan. 38 millionga baraka bo'lgan joyda akalar, birinchi bolaga, qirg'iz bola ekan jonivor. Sifatiga gap yo'q molimiz, yoshidan ekan. Ostilari ne torroq ekan, lekin molni sifati zo'r. Oq quloq, oq tumshuq, yosh. 3 oylik bo'lgan, 3 yosh ekan jonivor. Olganga sotganga baraka bersin. Akalar, navbatdagi sigirimiz qizirg'iz ekan akalar, Qirg'izistondan tushgan ekan. Aka, onasi bo'g'azmi, qisirmi? Bola novoz. Nechinchi bolasi? Ikkinchisi. Ikkinchi bolasi novoz akalar, shved chiroyli ekan jonivor. Molimiz bo'g'oz qisirligi gumonga deyapti. Ammo badani yaxshi ekan akalar. Bular qochib qolgan bo'lishi mumkin, bo'lsa ham kechkiroq aka. Sut yo'q ekan ammo. Nech pul deyapmiz buni? 47 million narx aytishyapti akalar. Savdosi aka? Savdosi 42 million so'm savdo qildi akalar. 42 million bermam, 47 million deyishyapti aka. Navbatdagi ona bola bolamiz. Nech pul savdo bo'lyapti endi? 28,5 million so'm savdo bo'lyapti akalar. Bolasi xunajin, birinchi bolasi. Molimizning sifatiga gap yo'q jonivor. Ko't voshda ikkisidan so'raganlarga, ostilar hamma yo'q joyda. Baraka bo'ldimi? 28,5 millionga baraka bo'ldi akalar. Olganga sotganga baraka bersin. Molimiz sifatiga gap yo'q. Chiroyli ekan. Bunisini bolasi nima aka? Xunajinmi? Nechinchi bolasi? 3-bolasi. Xunajin ekan akalar. Molimiz chiroyli ekan, narigi baraka bo'lgan mol. Aqcham chiroyli narsa. Nechta suti bor buni? 10 litr sutga deyapti akalar. Molimiz ostilari hamma yo'q joyida. 3-bolasi xunajin. Buni narxi nech pul?
Ey, buni narxi. Ey, uka, narxi nechi pul? 35 million kami bor deyapti akalar. 3-bolasi 10 litr sutga beramiz deyapti. Birinchi tumsa sigirimiz bor ekan, ona bola akalar. Ixchamidan so'raganlarga bir quchoq o'tman to'yadigan variant akalar. Bolasi ham xunajin ekan. Birinchi bolasi aka. 4ta 5ta suti bormi? 5 litr sutga deyishyapti akalar. Kichkina ixcham. Bitta bo'zadi puliga xudo xolasa. Ostilari hamma yo'q joyida ekan. Bolasi ham chiroyli ekan akalar. Oq quloq oq tumsi. Chiroyli narsa ekan. Sifati zo'r ekan molimizni. Narxi nechi pul deyapsiz aka? 22,5 million beryapti. 25 bering deyapti. 25 million narx aytishyapti. 22,5 million so'm savdo qilishibdi akalar. Bitta oilaga zakoniy ro'zg'orga yetaveradigan variant akalar. Sifati zo'r, bolasini ham xunajin. Sifati zo'r ekan bolasini ham. Oq quloq oq tumshuq ekan akalar. Yaxshi ikki emib bo'lsa, xudo xolasa ko'zi ko'rinib qoladi. 22 million 500 ming so'm savdo. Aka nomeringizni aytib yuboring. Aka. 22 million 500 ming etibdi hojiba. 22 million 500 ming savdo qilibdi. Sotilibdimi? Sotilmabdi. Savdo qilishibdi. 25 million narx aytishyapti. Jo'r aka nomeringizni aytib yuboring. 99lik 906 2856 2856. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa dastlabkilarni qilib beradi. Ixcham bir quchoq o'tma to'yadigan variant akalar. mana bu qarang. Sifati zo'r ekan, yuvosh ekan. Akalar novvoschamiz baraka bo'pti, baraka bo'lgan joydan novvoschamiz. 18 million 400 ming so'mga baraka bo'pti. Akamiz sotibdi. Boqqan opti akalarimiz 18 million 400 ming so'mga. Olganga sotganga baraka bersin. Yaxshi variant. Puli ham zo'r bo'pti. Arzon ham emas, qimmat ham emas. Olib baqoradigan variantlar akalar. Sifati zo'r ekan, shvet ekan, oq quloq oq tumshuq ekan akalar. Olganga sotganga baraka bersin. 18 million 500 ming so'm. Navbatdagi chiroyli bo'g'azimiz bor ekan akalar. Birinchi tumsa ekan, 8 oylik bo'g'oz ekan. Molimizni sifati gavzal ekan akalar. Chiroylisidan so'garagan, sigir qilaman deganlarga akalar yaxshi variant. Molimizga gap yo'q. Hozir zvachkalari ham turibdi bor. Hojibo nechi pul deyapsiz? 28 million kami bor. Birinchi bola 8 oylik. Hali kurak yormabdi. Endi kurak yoryapti akalar. Sodasi nechi pul bo'ldi? Soda nechi pul qilishdi? Har xil bergan. Balati nechi pul qildi? 25,5 million soda qildi akalar. Birinchisiga. 1 oy 40 kunda tuv beradi. Xudo xolasa ostilarni tashab qopti mol. Sigir qilaman deganga yaxshi variant akalar. Sifati zo'r. Molni yuvosh deyapti akalar. Hojibomizniki. Hojibo nomer beramizmi yo sotib yuboramizmi? Nomer beraveramizmi, sotib yuboramizmi? Sotib yuboramiz akalar deyapti. Nomer bera olmaydik akalar. Yangiliklar topolmaysizlar. Molimiz sifati go'zal ekan. Akalar, birinchi tumsa sigirimiz baraka bo'pti. Birinchi bolasi xunajin ekan. Yeb ichdan joni sog' dikonidan so'raganlarga akamiz olibdi dikonchilik ekan. 25 millionga baraka bo'pti akalar. Rahmat aka, 25 millionga baraka bersin. Sifati go'zalidan so'raganlarga barakasi bo'pti akalar. Kanalga obuna bo'lib, ta'kidlashsa bo'lishini unutmanglar akalar. Sizlar uchun mehnatdamiz. Prosmotr yaxshi, kanalda like ham bo'lyapti. Do'stlarga urasib, podlesa qo'ringlar akalar. Kommentariyaga o'z fikringizni jo'natinglar. Qo'ldan kelgancha syomka qilyapmiz akalar. Iloji boricha. Olganga sotganga baraka bersin akalar.